Armeniya kuchlarining Ozarbayjonning fuqaroviy o'ltiraq rayonlariga hujum qilishidan keyin Ozarbayjon armiyasi qaytarma hujumga o'tgan. Ozarbayjon davlat mudofaa ministrligining bildirishicha, Armeniya armiyasi 28-sentabr soat 6 atrofida chegara liniyasini bo'ylab keng ko'lamli parakandichilik qilib, Ozarbayjon armiyasi nuqtalari va fuqaroviy o'ltiraq rayonlarini to'pga tutgan. Armeniya armiyasining Tartarning Gaballi va O'tirgarvan, Fuzulining Alhalli va Shukurbeyli, Jibroilning Marjonli yezilarini bombardimon qilishi natijasida fuqarolar hayotidan ayrilgan va yaralangan. Bu rayonlarning ul aslaha qurilishlari og'ir ziyon uchirgan. Ministerlik tarafidan e'lon qilingan yana bir bayonotda Ozarbayjon armiyasi qo'mondonlik shtabining xalqning omonligini qo'g'dash uchun butkul chegara liniyalarini bo'ylab qaytarma hujumga o'tishni qarorlashtirganligi ta'kidlanib, qo'riqliq armiya qismlari, Bironovik otryadlari, boshqarilgan bomba va to'pchi qismlari, ushqushsiz havo apparatlarining yordami ostida oldingi saf liniyasida va qo'g'dashga tegishli muhim nuqtalarda ko'p sondagi Armeniya askarlari, muassasalari va harbiy asarlarni aniqlab chiqib yo'qotganligini, oldingi saf liniyasining o'xshamagan joylarda Armeniyaga oid 12 dona USA tipliq Zenit to'p boshqarilgan bomba sistemasini parchaqlab tashlaganligini, Ozarbayjon havo armiyasiga oid bir tik uchar urush aeroplani Armeniya armiyasi tomonidan Tartar atrofida etib tushirilganligini, ushquchining omon qolganligini bildirdi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Armeniyaning fuqarolarni nishon qilgan hujumlar haqida e'lon qilgan bayonotida Armeniya boshlatgan hujumlar natijasida shahid va yaralanlarimiz bor. Shahidlarimizdan qiyni hargizmi yerda qolmaydi. Armeniya armiyasiga oid harbiy vositalarni parchaqlab tashladi. Armeniya ishg'ol qilib olgan zaminlarimizga qonunsiz yerilishga urinmoqda. Biz bo'lsak o'z zaminlarimizni qo'g'dayotimiz. Jumladan Qorabog' bizning zaminimizdir. Qorabog' Ozarbayjonning zaminidir dedi. Naka rayonida asosli armanlar yashaydigan bo'lib, u asli Ozarbayjonning avtonom rayoni. Sobiq Sovet ittifoqi parchalanib ketgandan keyin mustaqil bo'lgan. Armeniya bilan Ozarbayjon uzundan buyon Naka rayonining o'rni to'g'risida ixtilof bo'lib kelgan. 1990-yillarning 5-idagi bir qatimliq chegara urushida 30 ming odam jinidan ayrilgan. 1994-yil urush to'xtatish kelishimi hosil qilingandan keyin ikki taraf pat-pat tutishib qoladi. Bu yil iyul oyida yuz bergan to'qinishda 16 odam qazo qilgan.